Mana Samarqand viloyatining keldi fuqarolar bugun ochyapmiz 13-oktyabr. Yomg'ir yog'di, bugun 2 kun yomg'ir yog'ishi, mana bu soya o'roqlik bug'doy yog'ilgan. Mana bu yerda 10 ming tonnadan ko'p bug'doy bor. Samarqand viloyatiga eksport qilinyapti. Bu graf sorti. Hozirlarga 100 sentrdan baland. Mana bu yerda ko'ryapsiz. Skladda mana shu yerda 10 ming tonna bug'doy ketyapti. Mana hozir ko'rsataman bug'doyni. Mana graf sortining urug'ligi mana ko'ryapsiz. Mana yaqinroq olib kelay. Mana shu graf sorti. Mana shu yerda to'liq 1000 tonnadan ziyod urug'lik bug'doy eksport qilinishi kerak. Bu yerda soya yomg'ir yoqqan. Buni da